Men Germaniyadan kuzatib turibman. Sog' salomat bo'ling. Rahmat aka. Germaniyadan kuzatyapti ekan akamiz. Andijonga yetkazib berish bo'ladimi? Bo'ladi yetkazib berish aka. Yaxshi boqa sut ko'payadimi aka? Xudo xolasa ko'payadi. Endi buni hozir 9 ta suti bor, 10 ta suti bor deb sotib olgandan keyin nima deydi? Mendan ketguncha, egasi ketguncha qilmaslik kerak-da. Olgan odam baraka topish kerak. Erta telefon qilib la'natini bas, rahmatini aytish kerak. O'shaning uchun borini aytyapmiz akalar. 7 litr suti bor. Mana dehqondan olganman tirikchilik. Yolg'on gapirib, molimi bolasiga dehqonchiligini deyishim kerak yo'q. 7 ta sutga olinglar, bolasi xonajincha, mana bolasi ham zo'r. Puli ham arzon, 24,5 million kami bor. Yaxshi boqsa, suti ham ko'payadi. Yeb ichmasa, sut tepsa, o'zini o'zi emib, bir kasal nuqsoni bo'lsa, bir haftaning ichida bemalol qaytarib beraverasizlar, qaytarib olamiz. Hali sotdim, qochdim bo'lmaydi. Bergan pullaringdan nima deydi, rozi bo'lib bersalaring, keyin menga ham baraka qiladi-da, yuqadi. Bo'lmasa, norozi bo'lsalaring, menga ham baraka topmaydi u pulni olgan odam. Men bas